Bu videoni ko'rsang, ehtimol Lamin Yamalning karyerasi tugashini xohlab qolasan. Barselona mashg'ulot paytida o'yinchilar odatdagidek to'pni bir-biriga uzatib turgan paytda Fermin Lopes shnurlarni bog'lash uchun egildi. Shu zahoti Yamal hech qanday sababsiz to'pni kuch bilan Fermin tomoni otdi va uning yo'nalishiga mutlaqo hurmatsiz harakat qildi. Fermin, sendan 4 yosh katta Yamal, lekin bu yerda hammasi tugamadi. Ronaldo yoki Messi kabi yulduzlar mashg'ulot tugagach, har doim o'z formalarini shaxsan personalga topshiradilar. Hatto Holland ba'zan boshqalarning ham maykalarini yig'ib beradi. Lekin Yamal o'zini super yulduz deb o'ylaydi. Shuning uchun maykasini gazonga tashlab ketdi. Pedri uni quchoqlamoqchi bo'lganida esa u hatto chetga qochdi. Go'yoki men sendan pokman degandek. Hansi Flick jiddiy nutq so'zlayotgan paytda hamma diqqat bilan tinglardi. Faqat shu bola emas. U hurmatni o'rganmagan ko'rinadi. Barsada hozir uni hech kim nazorat qila olmayapti. Faqat klubda emas, Ispaniya terma jamoasida ham shunday ahvol. Yamal endi Nika Williamsni ham yaqin do'sti deb hisoblamaydi. Nika unga pas berganida Yamal qasddan to'pni qabul qilmadi. Keyin u hatto veteran Carvajal bilan tortishdi. Sizning fikringiz qanaqa? Yozib qoldiring.